شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Qarindoshlar, biz bugun dersimiz Sura Baqaraninki 200-oyatiga keldik. Allah subhanahu va taolo 200-oyatda mundaq deydi: Estaizu billah fa iza qadaytum manasikakum fazkurullaha kazikrikum aba'akum aw ashadda dhikra. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. Ayetni biz udul bir tarjima qilayotgan vaqtimizda sizlar haj faoliyatinglarni ado qilib tugatgan vaqtinglarda Allohni eslanglar, xuddi ota-onanglarni eslagandek. Bu to'g'risida sal turib tafsiliy to'xtalamiz. Yoki undan bakroq eslanglar. Kishilarning ichida faqat dunyoda bizga ba'zi Robbimiz deb duo qildigan, oxiratni o'ylamaydigan kishilar va ularga hech bir nasib bo'lmaydi deydi. Endi oyatda Alloh subhanahu va taolo qo'llangan fa iza qadaytum qado bir fe'lisi bor. Arab tilida qado degan so'z bir qancha xil ma'noda keladi. Buning asosiy ma'nosi ishlarni aqllilik bilan, donolik bilan bir taraf qilish. Bu asosiy ma'no. Mushundan bekor bo'lsanglar degan ma'noni olamiz bu oyatda. Ya'ni fa iza qadaytum degani sizlar haj faoliyatinglarni Alloh buyurgandek, shariatda ko'rsatilgandek bir taraf qilib tugatgan vaqtinglarda degan ma'nosi bor. Undan boshqa bir ishlarni kesib belgilagan bo'lsa, buni mo qado deb arab tilida bu xil shaklda qo'llanildi. Masalan, sura Isro'ninki 23-oyatida va qado robbuka alla ta'budu illa iyyah. Alloh undan boshqa hech kimga ibodat qilmaslikni belgiladi degan ma'nosi bor. Undan boshqa qadoning arab tilida hukm qildi degan ma'nosi bor. Masalan, sud, qozi bular bir hukmni da'vogar bilan javobgar o'tirisida hukmning birini hukm qilgan bo'lsa, hukm chiqargan bo'lsa, arab tilida buni qado deymiz. Demak, endi mayli amana yoki ma'no olsun, biz bayatdan deganimizdek tüp asosiy ma'nosi bo'lgan ishlarni aqlliqlarcha, hikmat bilan bir taraf qilish bu qado bo'ladi. Ya'ni sizlar haj faoliyatinglarni tugatgan vaqtinglarda degani, haj faoliyati biz ilgari darsimizda deb o'tgandek bir necha turli ishlardan tarkib topadi. Bu yerdagi manosik deganni biz haj faoliyati deb tarjima qildik. Ya'ni ibodat qiladigan har qanday o'rinni manosik deymiz. Masalan, Arafat desak, haj faoliyatidagi asosiy turib hojilar shu yerda turib bir kunni o'tkazadigan degandan kesh kun patqicha o'tkazadigan bir o'rinning ismi. Bu mo bir o'rin, ya'ni manosikning tahtiga daxil. Muzdalifa hojilar kechini o'tkazadigan Arafatdan qaytgandan keyin o'rin. Bu mo haj faoliyatidagi muhim ibodat turlarining birisi. Mina hojilar masalan tosh otqilib boradigan, undan keyin Qurban hayit kunidan keyin 3 kun atrofida turadigan joy umu haj faoliyatidagi asosiy taraflarning birisi. Mana mushu tartib bilan bo'lgan mush faoliyat o'rinlarining hammasi manosik hisoblanadi. Oyatda fa iza qadaytum manasikakum degani sizlar shu ishlarning hammani tugatgan vaqtinglarda fazkurullah. Allohni eslanglar deyapti. Endi bu yerda Allohni eslanglar deb
Qaranglar, endi hajdan bika oldu, endi ibadetlerden bika oldu, endi Allah'ın esleştin bika oldu. Allah tekrar Allah'ın eslanglar. Yani tekrar ibadetke qaytanglar. Degen bunu deyişning sebebi, bu yerda birinchi noktadan birisi var. Kişi ibadet olsun. Yuqorisi ibadet başqa ishlardan tabii buludu. Muvaffaqiyatlik şekilde bir ishni püttegandan keyin insonda azroq bir bexudlashish paydo bo'ladi. Texmi aniq degan vaqtda mag'rurlanish paydo bo'ladi. Men mana shuni qilib oldim. Aytib oldim bu degandek. Xuddi Ramazon oyida Raus ibodatni qilib, kechasi qiyom, kunduzi siyom qilib, masalan, kechasi nafil namozlarni o'qib, tarovihlarni o'qib, kunduzi ro'zlarni tutib, naydi ko'p yaxshi ishlarni qilib oldim degan idea bilan tang Ramazon oyi chiqqan hamon hech kunlari, hechning ertasi kunlari bir xil bexudlashish, ibodatni yiroqlash ahvoli paydo bo'ladi. Hamma ibodatda ashta bo'ladi. Alloh dal mushu xil ishdan bizni eskartib, sen bika oldim deb hargizmo mag'rurlanma. Belki sana mushu ibodatni yo'lga qo'ygan, seni mushu ibodatga muyassar muvaffaq qilgan zotni esla. Bu ma'noda shunga sizlar bika olsanglar Allohni eslanglar deb endi ibodatdan bika olsa tekrar yeni bir ibodat shakliga musulmonlarni qanaq qiladi, buyuryapti. Bu bir hukm. Yani bir nokta ayetinin ahırı qarğa vaqtimizda fazkurullaha kezikrikum abaakum aw ashadda zikra degan mayo bilan bağlab tushunsak agar, yani bir noktadan ata-onanglarni yoki ulardan bekroq ata-onanglarni eslagandek yoki ulardan bekroq Allohni eslanglar deb ma noktanı eskartishining sababi shu aynı zamanda Arablar odatlangan bir noyati qabih bir ishdan birisi bor. Yani haj qilgan vaqtida kabileler şu minaga toplanıp her kabile özünün gebdan, natık, şair kişilerini ortağa çıkıp şu kabileni götürdüğün ata-analarının faziletlerini, isil işlerini mesela oturğa taşlap özünü kökü götürdüğün bir işler vardı. Çünkü Araplarda burun isil işlerden malum isil işler var. Mesela Araplar sihi deb namı var. Cahiliyette olan, İslam'dan ilgiri olan. Kabile içinde bir adamın geldiğinde qarz çıkıp kalsa keplam kütürüzüdüğün bunda bir ahlaklar var. Ondan başka güzel işler oludğun hemdi. Hem de şu cahiliyetteki Araplar minağı yığılğan vaxtıda şu işlerini tekrar ortağa taşlap biz degen palanı kabileden, biz degen pukununun balları, biz degen mandaq adam deb üzünü kütürep kılıdığın işi şuttu. Allah subhanahu wa ta'ala bu yerda nima deydi? Sizlar bunda ata-onanglar bilan, o'zingizning qilgan ishlari bilan faxrlanmanglar, qiladigan ishinglar Allohni eslanglar. Ya'ni banasiga qaranglar, o'tmishni katta o'tmish. Kim qilgan bo'lsa, uningga o'zguchilik, uning ta'siri bo'ladi. Endi bugun sizlar Allohni eslanglar, uni tilga olmanglar degandek bir shaklda qanaqa qilyapti? Yüzlendiryapti. Tabii ki hem de Araplarning cahiliyetin ilgirki ahvallar qarag'animizda ularda amaliyotda ashta güzel ahlaklar buldu. Mesela Mut'am ibn Adi'ninki şu xalqan adam yemeklik elish iqtidori yo'q, yani yemeklik yo'q aç qalganlar yeb kesib buludğanga qo'yib qo'ygan bir tavoq vatdi. Bu tavoq shunchalik cho'ngki, demak cho'g'ri buni yasab, shunchalik cho'ng yasaganki kişi astığı kep saydığı derdi. Yani bu şunçilik sehiylikleri var bularınki. Mesela malum bir kabilenin içinden birisi, yani bir kabileden birini ötürüp koysa, yakın nurgun adam uruşup kalıp, nurgun ölüm itimler olup, sansanaksız diyet pul oturup çıkıp kalkan vaxtada aradan birisi çıkıpla, boldu, bana hesap, dep qiyinchilikda qolib qolganlarni qutuldirib o'tadigan mana mandaq ishlar batdi. Bular dal mush ishlarini ko'tarib faxrlashadi shu yerda. Allah subhanahu wa taolo bu yerda deydi, sizlar ota-onanglarni eslaysizlar, unda qilgan, bunda qilgan deysizlar, ota-onanglarni faxr qilasizlar. Amaliyotda sizlar ota-onanglarni faxr qilasizlar. Ota-onanglar ota-onasi bilan faxr qiladi. Mush shaklda Abbasi Odam alayhisalom tutishdi. Ya'ni har bir kishi faxrlangudek ishini ko'z oldiga kelgan vaqtda shuni bilishi kerakki, bu ishni, bu imkoniyatni bergan Alloh.
Şuna sizlar özənglardakı bu imkoniyat yoki özənglar qilgan bu yaxshilik bilan maqtanish emas, balki mush imkoniyatni sizlarga bergan, mush yaxshilikni sizlarga bergan Alloh bilan faxrlanishinglar kerak. Allohni aslashinglar kerak degandek bir ma'noni bu yerda Alloh subhanahu va taolo qanaqa qilib bildiryapti. Ya'ni tilga elishga tegishlik sizlar ota-onangning voy unda yaxshilik qildi, bunda yaxshilik, buni qilgan, buni mushlarning hammasi surishtirib olsanglar, mush qilgan yaxshilikni sizlarga qila olish imkoniyatini bergan zotga berib taqiladi. Yani surishtirib zanjirsimon shaklda sirib olsanglar, berib Allohga taqishadi. Unda bo'lgandan keyin sizlar u quruq maqtash, quruq faxrlarni qilmay Allohni aslanglar degan bir buyruqni qanaqa qilyapti, bildiryapti. Ya'ni bu yerda demoqchi bo'lgan yana bir inchki nuqtadan birisi, kishi o'tmishi bilan emas, faxrlanish to'g'ri kelib qolsa, tilga ilish to'g'ri kelib qolsa, qarash to'g'ri kelib qolsa, o'tmishiga, ota-onasi qilgan ishlarga emas, o'zi qilgan ishlarga qarash kerak. Muhimi bu. Birisi kelib bu men dadam unda qilgan, ulim unda qilgan, bo'g'imiz bunda qilgan, biz plani qabiladan o tarixda manda ishlarni qilgan. Bu insonning dunyodagi vazifasiga hech aloqasi yo'q bir ish. Har odam o'zining qilganidan so'riladi. Insonning vazifasi nima? Buguni uchun, kelgusi uchun ishlash. O'zining dini, millati, jamiyat uchun ishlash. Sizlar o'tmishinglar bilan faxrlanmasdan, o'zinglar bilan faxrlaninglar. O'zinglarning nima qildiganligiga qaranglar. Balkim Alloh subhanahu va taoloning bu yerda bizga eskartmoqchi bo'lgani shu bo'lsa kerak. Ota-onangning qilgani o'zga. Sizlar nima qildinglar? Muhim narsa. Chunki insonning vazifasi bu. İnsanın vazifesi dünyada ma'lum ishlarni, ma'lum xizmatni o'z jamiyatiga sunish. Ma insonning vazifasi, insonning dunyoga kelishining asosiy sababi bu. Endi sizlar shu nuqtada turinglar. Ya'ni Allohni aslanglar, Allohning sizlarga bergan imkoniyatni aslanglar, o'zingizning qilganini o'tirib qo'yinglar. Ota-onangizning o'tmishini tilg'anmanglar. Ya'ni Allohni aslanglar deb alohida eskartish chunki bu sizlar qilayotgan yaxshilik, ota-onalar qilgan shu yaxshilikning hammasi Alloh tarafidan keladi. Allohning bergan ne'mati bilan bo'ladi. Allohni aslash orqali Alloh subhanahu va taoloning sizlarni nimaga vazifa qo'yganligiga diqqat qilinglar. Hayot dunyodagi hayotga bo'lgan o'zingizning yetakchilik rolini aslanglar. Dunyoda aminlik, tinchlik, rahmat, adolat qatorliq ma ishlarni o'tirib chiqinglar. Mana ma va faxr qilish tegishlik ishlar. Yani sizlar o'zinglar qaranglar demoqchi Alloh subhanahu va taolo bu yerda. Endi mushoyatdan keyin Alloh subhanahu va taolo haj faoliyatini tugatgandan keyin Allohni aslanglar deb bo'lgandan keyin bizga bu vaqtning intayin muhim vaqtligini, Allohga ehtiyoji va Allohdan talab qilmoqchi bo'lgan istiqo va so'moqchi bo'lgan savol valarninki bu vaqtida so'ravilishining kerakligini. Endi so'g'a vaqtidami bu so'rashning bir usuli bor. Yani qalaymagan, yani oddiy narsani so'rab qolsang olmaydi degandek bizga Alloh subhanahu va taolodan ne'mat so'rash, ne'mat talab qilish uslubini bizga qanaqa qilyapti, o'rgatyapti. Endi savol so'g'ichining idisi, fikri, ko'z qarashiga qarab turib farqli qiladi. Mesela o'z vaqtida bir qism insonlar ey Alloh tugi vasl deb so'raydi. Ey Alloh men qo'y vasl, ey Alloh kala vasl, ey Alloh men bog' vasl. Bugungi zamonimizda balkim ey Alloh men mashina vasl, ey Alloh men cho'ng-cho'ng yasadaq o'ylarni vasl deb so'rashi mumkin. Ya'ni xiyol insonning tafakkuri faqat dunyodagi moddiy ishlarda. Alloh subhanahu va taolo bizni nimda otib desanglar, so'moqchi bo'lsanglar, cho'ng narsani so'ranglar Allohdan da'vatida. O'zingizga so'ralg'uchi bo'lgan zotga loyiq narsani so'ranglar. Bugun kunda men shu narsalarni so'rasanglar, o'z vaqtdagi jahil arablardan ne farqi olasizlarninki? Ular ishda qo'y, kala, uni buni so'ratdi. Endi sizlar yana shunda dunyoviy moddalarni, dunyoviy narsalarni so'rganinglarda, o'zingizdan bir xijillik his qilmamsizlar yani. Oyatda da'vatudi bizga shuni eskartib, "Faminan nasi men yaqulu robbana atina fid dunya." Kishilarning ichida bizga
Dünyada bəslər deydiğin insanlar var. Ulanın ahirette hiç nesibi olmaydı. Nimişqa? İnsan soğun qarışıdı. Dünyanı soğudu, dünya qarışıdı. Ahirette bir nəsi yok onun ki. Ma vakit intayın zil mühim bir vakit. Çünkü bende bütün hac faaliyetini, ibadet faaliyetini ada kıldı. Soraşqa layık bir muhit şekillendi bu yerde. Özümü paklandı mesela. Hem de Allah'tan soraşqa layık boğa ikense, Allah men icabet kılınmen deydiğen bir haleti boğa iken, soğudek, erzigidek ne sormamsa? Misal alsak, biz başkalarının birine sorab basak bir Allah'ın kaşığa, karşı tarafının ahvalı qarab sorayımız. Adet tikeden bulup kalsa, adin aslen soruşumuz mümkün. Eğer çoğunluk imkaniyeti çoğun, ya iqtisadi cihette ya nüfuz cihetinden bulup kalsa, onunla layık bir narsa soruşumuz mümkün. Favqulodda nim desek qıplaydigan bir kişi bulup kalsa, onundan texmi çoğun soruşumuz mümkün. Yani soralğıcının, karşı tarafının ahvalı qarab sorayımız. Hem de senin hazır karşında, birmen devatkan zat, bütün imkaniyet onun ilki doğan, dünya ahiretinin rahmeti onun ilki doğan Allah. Onda olgan için sen onunla layık suallarını soruşun gerek. Onundan layık taleplerini koyuşun gerek. Ne var o dünyadaki töttal ne? Senin tabii ki dünyadaki töttal bir maddevi neslerini kolga keltiradigan imkoniyat sende var. Allah onu senin vücudunda şu neslerini taqozo qiladigan bir xil tabiat, qiziqadigan tabiat ve onu hal qila oladigan ixtiyorini bekitgan. Tirashsang bo'ladigan ishlar. Sening so'raydiganing onda oddiy narsa emas. Bunda büyük vaqtda, büyük maqamda ve Allah ijobat qilaman degan maqamda onda savollarni so'rasang olmaydi. Çünkü onda savollarni so'rasang so'g'inin qirishsa, dunyolikdan so'rasang dunyolik qirishsa, oxiratdan yo'q bo'ladi. Endi sen qana so'raysa, "Va minhum man yaqulu robbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azabannar." Shularning ichida mahil so'raydiganlar borki, "Ey Parvardigorimiz, bizga dunyoda hasanat, eng go'zalni basla, va fil akhirati hasana, eng go'zalni basla oxiratdami, bizni do'zax azobidan saqlab qolsin." Ani mayada bizga uyg'utilayotgan so'rashning eng o'lchamli shaklda va dunyo oxirat ikkilisi bor. Nima dunyoni qolib qolmay oxiratni ham so'maymiz? Chunki dunyo oxiratning hozirligi. Dunyo oxiratning tayyorligi. Hosulni oxiratda olsak, dunyoda teriymiz ziroatni. Yani demak dunyo oxiratga oladigan birinchi qadam. Dünyadaki yaxshilik qanday olsa, bu yerda dunyoda bizga go'zallik, yaxshilik, eng yaxshisini basl deb duo qilgan vaqtdagi dunyodagi yaxshilik nimalardan iborat? Garchi ulamolarning ichida, mufassirlarning ichida ba'zisi bundaqda dunyodagi biz erishadigan nozu ne'matlardan sanagan bo'lsa-mu, ammo Qur'onda elingan ifodada hasana degan ifoda qo'llandi. Hasana degan ifoda arab tilidagi butun insonning dunyoligi uchun yaxshi bo'ladigan hamma narsani o'z ichiga oladi. Biz bu nuqtada turib, inson yaxshilikka erishadigan, Allohning nazarida yaxshi bo'lgan butun narsalar hasanatning tahtida deymiz. Shunga bu yerdagi hasanatni masalan yaxshi ayol, masalan solih ayol, yoki bir yaxshi uy, yoki dunyodagi yaxshi ichish bu tar doiraga kirib qo'ymaymiz. Dunyoda insonni said qiladigan, baxtli qiladigan, xursand qiladigan butun narsalar dunyodagi biz tilaydigan, Alloh bizga beradigan yaxshilikning tahtiga daxil. Endi undan keyin va fil akhirati hasana. Bu intayin ro'shan bir masala. Oxiratdagi yaxshilik degani shu bizni jannatga boradigan bir yaxshilik. Endi Alloh bizni texmo xushallik ustiga xushallik qilyapti bu yerda. Jannatga kirishimizning o'zi bir yaxshilik bo'lsa, oyatning oxirida vaqina azabannar. Bizni do'zaxdan qutqasla, saqlasın deyapti. Buning o'zi yana bir yaxshilik. Oxiratda ikki yaxshilikni bizga tilg'ilayapti. Jannatga kirish hasana va fil akhirati hasana degan oxiratdagi yaxshilik jannatga kirish shu o'ynoq. Hamma mufassirlar bu masalada o'rtaq ham ro'shan bir ma'no. Endi bu bir yaxshilik qo'ygandan so'ng, ya'ni qo'sh yaxshilikdan bizga xabar beryapti-ki, vaqina azabannar. Bizni do'zax azobidan saqlab qolsinlar
deb qo'sh yaxshilik tilashni o'rgatyapti bizga. Masalan, insonning do'zaxga kirmasligining o'zi bir yaxshilik. Do'zaxga kirmab bo'lgandan keyin jannatga kirishning o'zi yana bir yaxshilik. Chunki Sura Maryamning 71-oyatida mana bir oyat bor. Va in minkum illa wariduha. Har qanday bir kishi do'zaxga kelib ko'rib ketadi. Kirmagan taqdirdimi? Kirdiganlar va kirmaydiganlar va kirmagan taqdirdimi jannatga ketayotgan yo'lida do'zaxni ko'radi. Do'zaxdagi o'tni ko'radi, azobni ko'radi. O manzilining ichinishli holatini ko'radi. Deydi, alhamdulillah. Meni bu do'zaxdan qutqizgan Allohga hamd bo'lsin. Bu bir yaxshilik. Ondan keyin jannatga kirib, u yerdagi turli nozu ne'matlarni ko'rgandan keyin ikkinchi qatim alhamdulillah deydi. Boshqa Ali Imronninki 185-oyatida Allohninki mu'minlarga oxiratda beradigan cho'ng ikki ne'matini tilg'ilib, "Faman zuhziha an-nar" kim do'zaxdan saqlanib qolsa, yiroq qoldirilsa, va udkhilal janna jannatga kirsa, faqat faz. Cho'ng ne'mat, ya'ni ikki xil ne'mat. Alloh subhanahu va taolo bu yerda bizga duo babida qanday duo qilishni o'rgatyapti. Dunyodagi barcha yaxshilikni so'raymiz Allohdan. Va oxiratdagi butun yaxshiliklarni so'raymiz. Uning ustiga do'zaxdan saqlanib qolishni ham so'raymiz. Do'zaxga kirmaslikning o'zi yana bir yaxshilik. Endi undan keyin duoni o'qitib bo'lgandan keyin Alloh subhanahu va taolo bu shakldagi duoning natijasini bizga xabar berdi. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Mana bu kishilar o'zlari qilgan yaxshi ishlarning hammasininki o'lishini oladi, natijasini oladi. Vallohu sari'ul hisob. Alloh intayin tez hisob qiluvchi. Mishada Alloh subhanahu va taolo kasabu qilgan ishlari degan ma'noni ifodalaydigan kasaba fe'lini qo'llandi. Arab tilida insonning qilgan ishini ifodalaydigan ikki xil fe'l bor. Birisi kasaba, yana birisi iktasaba. Iktasaba degani asli qilmaslikqa tegishli ish olsa-mu zo'lab qilganni iktasaba deydi. Chunki yani insonning tabiatiga qarshi bo'lgan xato yo'llarni demakchi. Kasaba degani tabiiy, normal, chunki dunyoda normal yashash asli Alloh istiga yashash shu. Dinning bizni talab qilgani, Qur'on talab qilgani inson asl tabiati bo'yicha o'ziga to'g'ri keladigan yo'lda yashasin degan gap. Bu normal bo'ladi. Buni kasaba bilan ifodalaydi. Shunga Qur'oni Karimda kasaba pil kelib qolgan vaqtida normal qilgan ishlar, ya'ni yaxshi ishlar, insondan talab qilingan ishlar maqsad qilinsa, yomon ish kelgan vaqtda iktasaba ya'ni zo'lab, ya'ni o'zining asli tabiatiga zid bo'lsa-mu, yashash usuliga zid bo'lsa-mu, insonga ziyonli bo'lsa-mu, inson yana ba'zi bir vasvaslarni keyinga kirib qilgan ishlarni iktasaba. Shomayada bu xil shaklda duo qilgan insonlar, ya'ni haj faoliyatidan tugatib bo'lgandan keyin o'zini endi duo qilsam bo'ladi deb qarab Allohdan buyuk ne'mat tilaganlar, ya'ni dunyodagi yaxshilikni tilaganlar va oxiratdagi qo'sh yaxshilikni tilaganlar, ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Ular qilgan har bir yaxshilikningki natijasiga bular erishadi. Bular masalan, o'sha hajning masalasini tilga olsak, hajda Arafatda turdi, Muzdalifada turdi, Minoda turdi, butun faoliyatlarni Alloh talab qilgandek o'rindadi. Bu ishlarning hammasi buning qilgan ishlari buning natijasiga erishadi. Va undan boshqa qilgan yaxshi ishlarning hammasining natijasini Alloh subhanahu va taoladan oladi. Vallohu sari'ul hisob. Alloh subhanahu va taolo hisobni intayin tez og'uchi. Ondan keyin Musha kelgan vaqtda biz bir nuqtani eskartib o'taylik. Tizda bir iborat va sari'ul hisob, hisobni tiz oladi. Biz insonlar hukumida aytgan vaqtda har qanday bir ish harakatning bir vaqt bo'ladi. Vaqt hukumi bo'ladi bizda. Bir ishni 1 soatda qilib bo'lsak, normal bo'lib qolsa, buni yarim soat qilib bo'lsak, tiz qilib bo'lgan bo'lamiz. Bu insonlardagi hukum, ya'ni zaman meselesi, vaqt meselesi ishning tiz asliqini belgilaydi. Endi Alloh subhanahu va taolo kelgan vaqtda Alloh tiz hisob oladi degani, shu Alloh subhanahu va taoloning kun bol deydigan bir buyruqi bor. Har qanday ishni shu shaklda Alloh subhanahu va taolo hisobni oladi. Alloh subhanahu va taolo hisob olishda qanaqdir uni hisoblab, ammo bu dunyodagi insonlarningki ko'ngiliga o'xshash unday qilishga ehtiyoji yo'q, ya'ni zamonga ehtiyoji yo'q. Bu nuqtani Imom Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhudan bir savol
so'ralgan savol bizga aniq ifodalab beradi. Boshqalar so'radi, Alloh subhanahu va taolo butun kishilarning hammasidan birla vaqtda qanday hisob bo'ladi deb so'ralgan vaqtda Ali radhiyallohu anhu shu birla vaqtda butun dunyodagi insonlarga qanday hisob berayotgan bo'lsa, shuni o'ylab boqayli, shu minutning o'zida dengizda bir narsa yashayotgan maxluqlar, jonliqlar, tog'da yashayotganlar, osmonda yashayotganlar, zaminda yashayotganlar, shu minutning o'zida dunyoda tug'ilayotganlar, mushuning hammani Alloh subhanahu va taolo qanday tartiblab, qanday o'rinlashtirib qilayotgan bo'lsa, qiyomat kunida shunday hisob oladi deb javob bergan. Allohning tez hisob elishi qanaqdir zamonga munosabatlik, ishlarni bajarishga munosabatlik tezlik emas, balki Allohning bo'l degan shakldagi hisob elish tezligiga qaratilgan tezlik bo'ladi. Undan keyingi oyat karimada, ya'ni 203-oyatda "Vezkurulloha fi ayyamin ma'dudat" yana gap oxirlashmadi. "Vezkurulloha fi ayyamin ma'dudat, faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma alayhi, wa man ta'akhkhara fala isma alayhi, liman ittaqa wattaqulloha wa'lamu annakum ilayhi tuhsharun." Oyatni avval qisqacha bir tarjima qilib o'tay. Şu neçə gün işide Allah subhanahu wa ta'ala'nı eslanglar. Yani hac günlerini demekçi. Neçə gün degeni 2-3 günün artıq günlerini görürsüdü. Kim aldırap 2 günde qaytıp qalsa, minada 3 gün turuşluk günde 2 günde qaytıp qalsa, bunun günahı yok. Ama keçkep, yani 3 gün toluq turup qaytımızsa, onun günahı yok. Limen ittaqa vettaqullah. Bu yerdeki muhim boğunu taqvalık, Allah'tan korkunlar. Meyli 3 gün tu, meyli 2 gün tu, kalban Allah olan bolsun. Bu muhim. 3 gün turup kalbin başka yerde olup kalsa o en iyisi emas. 2 gün tursan kalbin Allah bilan bolsa bu o'xshash bo'laveradi. Va alamu annakum ilayhi tuhsharun. Bilinglar ki xuddi bugun hac kunida bütün insonlarni Allah bir yerga to'playalig'inidek qiyomat kunida hammalar shu shaklda Allah tarafiga qaytarilasizlar. Oyatning mazmuni shu. Endi bu yerda Allohni aslash degan gap yana qay takror chiqdi. Amaliyotda Allohni aslash bütün hac vaqtlarının hammasiga umumlashib ketgan bir ish. Ayyaman ma'dudat degani tashriq kunlari Qurban hayit kunlaridan qo'shilib, oxirgi 3 kungacha bo'lgan 4 kun oraliqdagi vaqtni tashriq kunlari deyildi. Ya'ni 9-kunisi, Zulhijjaning 9-kunisi biz Arafatda, 10-kunisi Muzdalifada qunimiz. Undan keyin kishilar bilan birga qaytamiz. Aqaba teshini, shaytonga tashni atimiz Aqaba teshi deb atiladi. Undan keyin tavob qilib hac faoliyatini tugutish uchun Makkaga boramiz yoki qo'y bo'g'izlab ihramdan chiqamiz agar ayol olmay qolgan taqdirda yoki cho'ng ihramdan chiqadi. Ondan keyin mushlarning hammasi umumiy hac kunlari hisoblanadi. Hammasi 9-kunisi, 10-kunisi mush 2 kunda tugaydigan ish. Ondan keyin tashriq kunlari hisobda qurbonlik qiladigan hac kunisidan, Qurban hayit kunisidan keyingi 3 kun tashriq kuni bo'ladi. Tashriq kunisining tashriq deb atilishi asli lug'at ma'nida burunqi arablar qurbonlik qilgan go'shtlarini, qo'yning go'shtlarini oftobga qoqlab qo'yishga, quritib ap qo'ydi buzilib qolmaslik uchun. Buni arab tilida tashriq, kunga qoqlash deb ma'nosi bor. Ya'ni kunga qoqlaydigan kunlar degan shu munosabat bilan bu kunlarning atalg'usi tashriq deb atilib qolgan, boshqa alohida nimasi yo'q. Bizning Uyg'ur tilimizga shu tashriq degan nom bilan kiradi bu. Endi fi ayyamin ma'dudat degan vaqtida Allohni necha kun ichida aslangandan keyin arab tilidagi ma'dudat degani ko'plik ma'noni ifodalaydi. Cho'qim 2 kundan ortiq. Ya'ni 3 kun, shu Minada turadigan 3 kun hac kunisi hisob 4 kun atrofidagi vaqt bo'ladi. Bu yerdan biz xuddi shu kunning hammasi tugmaydigan o'xshaydi deb bir hukm kelgan bo'lsa, undan keyin Alloh subhanahu va taolo u oyatdan keyin faman ta'ajjala fi yawmayn Minada 2 kun turib oldirab ya ishva yoki boshqa zaruriyat va qaytib kelgan bo'lsa, fala isma alayhi. Uning gunohi yo'q. Minada 2 kundan ortiq, ya'ni 3 kun turib kelgan bo'lsa, buning gunohi yo'q. Lekin muhimi liman ittaqa. Muhimi, eng muhimi taqvolik. Mesela 2 kun meselesi emas. Mesela 3 gün meselesi emas. Mesela ibadet, ihlas, niyet sende bolsun. Taqvolik niyeti sende bolsun. O yerde 3 gün tudum deb kallan başqa yerde hiç ihlas yok, ibadet niyetin yok, başqa işler bilan tutib qolgan bolsan, yine seninki o'xshash o əməlin joyida olmaydı. Yani sen əməl ibadetlerini, vaqt,
hajmiga qarab belgilama. Amal ibodatlardagi eng muhim bo'lgan narsa ixlosun niyya, niyatingni ixlos qilish va taqvolik qilish. Bu muhim masala. Shuningga oyatning oxirisida liman taqadab bo'lib vattaqulloh. Allohga taqvo bo'linglar. Masala muhim masala ma'uda watudu. Va'lamu annakum ilayhi tuhsharun. Sizlar hashr qilingizlar Alloh tarafiga. Qarasa, dal shu muhit insonning kallasida keladigan tuyg'u hech qilib baqqanlaringlar bilasizlar. İnsanların hammasınınki farqsiz şekilde bir yerga toplangan bir ko'rinish. Hech faoliyatli ko'rinish shu. Boy, namrat, cho'ng, kichik, amalda puxra o'xshash bir shaklda bir yerga toplangan shakli. Bu shu vaqtdagi insonga buni ma'iyatni anglamagan taqdirda keladigan bir tuyg'u. Hamma odam dunyoga munosabatlik hamma narsadan ajragan shaklda, ya'ni o'zining ihrom kepallikka o'xshaydigan bir narsa, uningda hech narsa yo'q. Dunyoga munosabatlik hech narsa yo'q. Aşta bir xuddi dunyodan ayrılıp ketgan bir şekilde bütün insanlar bir yerga toplangan ko'rinish odamga xuddi insonlarning hammasi bir yerga toplangan hisobot ilinayotgandek bir ko'rinishni eslatadi. Mana bu yerga mas shaklda Alloh subhanahu va taolo nima deydi? Bugun sizda shunday tuyg'u bor. Bugun hammanglar bir yerga yig'ilganini ko'rdinglar. Cho'ng kichik barobar shaklda, cho'ng kichik to'ng pichoq hammanglar barobar shaklda bir yerga to'plandinglar. Mana mushu kundagi shu tuyg'ular esingizda bo'lsinki, sizlar Alloh tarafiga qiyomat kunisi mana mashta yig'ilisizlar. Bugun qanda yiqqan bo'lsa, ixtiyoriy shaklda, hammadan ixtiyor baramizga chiqa. Alloh bizdan majburlamay, ixtiyorimiz bilan ashyaga hashr qilinib bo'lgan bo'lsa, qiyomat kunisi ixtiyorlik yo'q vaqtimizda tabiiyki bizni bir yerga to'plab hisobot olishi bu aniq. Buni Alloh subhanahu va taolo bizga qanaqa qildi eslatadi. Bugungi darsimiz mush 3 oyat bilan 4 oyat bilan to'xtab tursin inshaalloh. Kelasi soatlik darsimizni biz 204-oyatdan boshlaymiz. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.